Bu yigit o'ylardi, o'rmon bu shunchaki chiroyli o'simliklari va yoqimli hayvonlari bor bo'lgan katta bir daraxtzor. Lekin u changalzorga kirib, tug'ilganiga pushaymon bo'ldi. Agar ismingiz keyingi videoda birorta personajga qo'yilishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada ismingizni yozib qoldiring. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasini ham bitta urib homilador qilib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Murod ismli yosh yigit sayohat qilishni juda yaxshi ko'rardi. 20-asr oxirida u Boliviyaga yo'l oladi. Orzusi Amazoniya o'rmonlarida sayr qilish va sarguzasht izlash. Murod bolaligida Garri Potterning kinosini ko'p ko'rgani uchun o'zining ham basharasi Garrinikiga o'xshab ketgan va sayohatning boshida u quvnoq bir yigit bilan tanishadi. Uning ismi Suxrob, Shvetsiyada o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Murod va Suxrob tezda yaqin do'stdek bo'lib olishadi, birga sayohat qiladi va boshqa sayyohlar bilan lagerda yashaydi. Bir kuni ekskursiya davomida Suxrob o'zining eski do'sti Sunnat bilan uchrashib qoldi. Sunnat AQShdan kelgan taniqli fotograf va sayohatchilar orasida haqiqiy afsona. Uning bormagan joyi va ko'rmagan teshigi qolmagan. U Janubiy Amerikani piyoda bosib o'tgan va ajoyib suratlar olgan. Kechqurun do'stlari mahalliy qovoqxonada ichib o'tirganida bir notanish ayol ularni xavfsizlik sababli uyiga qaytishga chaqiradi. Ammo Murod ketishni istamaydi, chunki unga mahalliy qiz yoqib qoldi. Ular birgalikda g'alati ichimliklarni ichadi va Murodning ko'ziga qizning bitta sochiqni o'rab olgan gallyutsinatsiyalari ko'rina boshlaydi va bola ishtonni xo'llagancha uxlab qoldi. Ertalab u va qiz yotoqda birgalikda kitob o'qiydi. Murodning otasi sayohatni ma'nosiz deb bilishini aytdi. U o'g'lidan faxrlanmas ekan. Tez orada Murod, Suxrob va Sunnat yangi ekskursiyaga chiqadi. Shu payt Boliviyada katta karnaval bo'lmoqda. Bizning qahramonlar esa bozorni kezib yuribdi. Murod notanish odam bilan tanishib qoldi. Uning ismi Zafar. Avstriyadan kelgan Zafar ularga o'z sayohatlari haqida gapirib berib, Amazoniya o'rmonlarida hanuzgacha aborigenlar yashashini tushuntiradi. Murod do'stlarini Zafar bilan birgalikda o'rmonga borishga taklif qiladi. Dastlab Suxrob bilan Sunnat rad etdi, lekin Murod ularni rozi qiladi. Bunday imkoniyat bir marta keladi, balki aborigenlardan xotin toparmiz deb. Ertasi kuni qahramonlar do'konlardan sayohatga kerakli bo'ladigan narsalarni sotib oldi. Murod o'zining talismani va eski kitobini ham olib ketmoqda. Keyin ular Apolloga uchadi va aynan o'sha yerdan ulkan sayohat boshlanadi. Tunda Suxrob g'alati tovushlardan uyg'onadi, xuddi kimdir o'sirayotganga o'xshayapti va rostdan ham Zafar yoqmaydigan narsa yeb qo'ygan ekan va o'rmonning o'rtasini o'z go'mpari bilan o'g'itlayapti. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Kechqurun kuchli yomg'ir boshlanadi. Sayyohlar ho'l kiyimlarini olovda quritadi va ob-havo tezda yaxshilanishini kutmoqda. Ertasi kuni sayohat yana davom etadi. O'rmonlar juda ham qalin va katta sumka bilan yurish juda ham qiyin. Birozdan so'ng ular Zafarni yo'qotib qo'ydi. Suxrob sayohatni yoqtirmasligini aytib, uyga qaytishni xohlamoqda. Lekin tez orada ular Zafarni topadi va yo'lni davom ettirmoqda. Bir qishloqqa yetib kelishadi va rostdan ham bu yerda haqiqiy aborigenlar yashaydi ekan. Ular ovqatlanib, dam olib, keyin cho'milayotganda butun qishloq ayollari ularni tomosha qilmoqda. Kichkina cho'chaqchalari edi. Suxrob biroz tibbiyotdan xabari borligi uchun bolalarga yordam beradi, chunki deyarli barchaning oyoqlarida katta chaqish va yaralar bor. Keyin sayohat davom etadi. Sunnat ko'plab go'zal suratlar oldi. Zafar esa odamlarni tabiatga zarar yetkazayotgan rak kasaliga o'xshatib, odamlar kamroq bo'lsa, tabiat yanada xotirjam bo'lishini aytmoqda. Shundan so'ng bu xitoylikdan tarqagan erkak daraxt shoxida ketayotgan bechora maymunni bir urib o'ldiradi va dunyoda bundan-da shirin go'sht yemagansizlar deb maymun go'shtidan tandir go'sht qilib berdi. Bu esa faqat Zafarga yoqadi, Suxrobning esa ko'ngli ayniydi. Ertasi kuni Suxrob juda ham bir nozikoyin bo'lgani uchun yiqilib tushdi, yurishi qiyinlashadi. Oyoqlari esa qizir yaralar bilan qoplangan. Murod va Sunnat Suxrobni olib kelganlaridan norozi, chunki bu ularni sekinlashtirmoqda va yomg'ir mavsumigacha qaytib kela olmasliklari xavfi bor.
Oyoqlaridagi yaralar yana ham kattalashadi. Murod Sunnat va Zafar kelajakda nima qilishlarini muhokama qilmoqda. Zafar hammani shu yerda tashlab o'z yordamga ketmoqchi, lekin Murod bilan Sunnat bunga rozi emas. Suhrob ularga og'irligi tushmasligi va birga ketishi uchun qayiq yasashni taklif qiladi. Do'stlar daryo bo'ylab harakatlanish va Suhrobga yengillik bo'lishi uchun darhol yog'och kesib, sol yasamoqda. Shu payt Murodni qip-qizil anor so'kini ichib olgan chumoli chaqib oldi. Og'riq juda ham kuchli, lekin xavfli emas. Ko'p o'tmay ular qo'lda yasalgan solni tayyorlaydi. Zafar esa o'zini kapitan Jek Tullak deb atamoqda va ular daryo bo'ylab suzib ketishadi. Boshida safar zavqli, manzaralar chiroyli, hammaning kayfiyati yaxshi. Ammo keyin daryoda toshlar va keskin oqimlar ko'payadi va sayohat xavfli tus ola boshlaydi. Ular qayerdan suzishni hal qila olmasdan janjallashadi. Qirg'oqqa chiqishgach Zafar va Sunnat yana tortishib qoladi. Jahli chiqqan Zafar esa ovga ketdi. Sunnat esa do'stlariga Zafar solda juda ham qo'rqib ketganini aytdi. Demak, u umuman suzolmaydi ekan. Murod Zafarni izlab ketdi. U ularni tashlab ketishidan xavotirda, biroq Zafar faqat yaguarni ov qilmoqda. Ertasi kuni Zafar solda suzishni rad etadi. U uyiga qaytmoqchi. Murod va Sunnat esa sayohatni davom ettirishni istaydi. Ammo Suhrobning oyoqlari yomon ahvolda. U solga chiqa olmaydi va oxir-oqibat ular og'ir qarorga kelishadi. Zafar va Suhrob ortiga qaytadi. 3 kunlik yo'l bilan yursa, eng yaqin qishloqqa borib, u yerdan shifoxonaga yetishlari mumkin. Murod bilan Sunnat esa daryo bo'ylab yo'lni davom ettiradi. Ikkalasi ham tajribali sayyoh bo'lib ketgan va safar yanada yengillashib sokinlashdi. Ammo keyingi kun kuchli oqim solni toshlarga uradi. Ular jon jahdi bilan eshkak eshadi, lekin sal o'tkir qoyalar orasida tiqilib qoldi. Sunnat qirg'oqqa suzib chiqmoqchi bo'lib, Muroddan machetani berishini so'raydi. Murod esa solni tark etmoqchi bo'lganida sirg'alib ketdi va kuchli oqimini oqizib ketadi. Bechora Garri Potterni suv bilan tosh qo'lma-qo'l qilib zo'rlaydi va toshlarga urilib boshidan jarohat oldi. Zo'rg'a hushini yo'qotmasdan bir toshga yopishib oladi va qirg'oqqa chiqadi. U butkul holdan toygan, ust-boshi ho'l va iflos. Kechga borib esa yomg'ir yog'a boshlaydi va u kichik g'orning ichiga bekinadi. Ertalab u daryoda o'z sumkasini ko'rib, darhol suvga sakrab uni olib chiqdi. Bu uning omon qolishiga katta yordam. Dori ichadi va Sunnatni qidirishga urinadi, ammo iz yo'q. Oqimini juda ham uzoqqa olib ketganga o'xshaydi. U daftarida Sunnat uchun xabar qoldiradi: "Tirik bo'lsang meni izlab top" deb. Kunlar o'tadi. Murod mevali daraxt topdi, lekin u yerda zaharli ilon ajjari gujjo qilib yurgan ekan. Ochlik esa qo'rquvdan kuchli va u ilonni haydab yuboradi va mevalarni oldi. Kechasi o'rmon o'rtasida yotib qolishga to'g'ri keladi. Bu juda ham qo'rqinchli. Tushida u McDonald'sda gamburgerlarni biqin qilib yotganini ko'radi va to'satdan ulkan buqa paydo bo'ladi va u dahshatli tushdan uyg'onib ketdi. Tongda u yo'lni davom ettiradi va uning oliy maqsadi eng yaqin qishloqqa yetib olish. Kechasi gallyutsinatsiyalar boshlanadi. Uning qulog'iga Suhrobning ovozi eshitiladi va hatto uni ko'rganday bo'ldi. Lekin shu payt yaqin atrofda yirtqich hayvon paydo bo'ladi. Murod esa qo'lidagi yondirgich va yonuvchi sprey bilan uni qo'rqitib haydaydi. Tongda u peshonasida nimadir tirishib yurganini sezadi. Ma'lum bo'lishicha, uning dumbasidagi gijjalari peshonasiga o'tib olgan. U uni pinsent bilan tortib oldi. O'rmon xavfli hayvonlar va hasharotlarga to'la, lekin u to'xtay olmaydi, chunki to'xtasa ochlik uni yeb bitirardi. Yaqinda topgan tuxumlarni yeb kuch yig'adi. U yordam so'rab baqiradi, biroq javob yo'q. U mutlaqo o'rmonda yolg'iz. Murod xaritada belgilangan joyga yetganda eski vayron bo'lgan qishloqqa duch keladi. Bu Kesak Topti qishlog'i ekan. Demak, undan keyingi manzil Qog'oz Topti qishlog'i bo'lishi kerak. Unga yana bir necha kun yo'l yurishga to'g'ri keladi. Oyoqlari yara bo'lib ketganini ko'rib, Suhrob qanday qilib qiynalganini endi tushundi. Og'riq va charchoqqa qaramasdan yo'lni davom ettiradi. Bir payt u yo'ldan adashganini va aynan o'sha joyga yana qaytib qolganini tushundi. Asabiylashib otasi bilan bo'lgan o'tmishini eslaydi. Otasi uni huquqshunoslikka o'qitishga majbur qilmoqchi bo'lgan, lekin Murod sayohatni tanlagan. Endi esa bu qaroridan afsuslanmoqda. U ko'p kunlardan beri o'rmon ichida yolg'iz, adashgan holda kezadi. Yomg'irlarda, momaqaldiroqlarda to'xtamasdan yuradi. Kechalari rangli, bir-biridan g'alati tushlar ko'radi. Uning tushlarida unga yoqqan lagerdagi qizam bor va u bilan yashin boboq o'ynaydi, lekin tushlari doim yomon yakunlanadi.
Shu payt daryo bo'yida yurgan ikkita mahalliy odam holdan toygan Sunnatni topib oldi. Uni Qog'oz topdi qishlog'iga olib borishadi. Bu yerda 100 ga yaqin odam yashaydi. Sunnat esa zudlik bilan Murodni qutqarishlarini so'raydi. Mahalliy aholilar samolyotda o'rmon ustidan uchishadi, ammo pastga tusha olishmaydi. Shuning uchun Murodni ko'ra olishmadi. Murod esa osmonda o'sha samolyotni ko'rdi, lekin ular uni payqamadi. Qog'oz topdi aholisi Murodni tirik topishlariga ishonmayapti, ammo Sunnat ishonadi. U tajribali yo'l ko'rsatuvchi Davrondan yordam so'raydi. Davron unga qayiq berishga rozi bo'ladi va birga qidiruvga chiqishadi. Bu vaqtda Murod hamon o'rmonlarda adashib yuribdi. U bir ishtonsiz va vijdonsiz ayolga duch keldi. Ayol inglizcha bilmaydi, ammo Murod unga imo-ishora bilan yordam so'raydi. Ular birgalikda tunashadi va bu paytda ko'ngilga solasol sig'armidi, bo'lmasa solardi. Ular birgalikda yo'l yurishadi, ammo keyin hammasi tushuniladi. Bu ayol aslida Murodning gallyutsinatsiyasi ekan. Murodjonni ko'ziga ko'rinyapti. Xayoling qursin. Gallyutsinatsiyalar ko'payib, Murod botqoqqa tushib ketdi. Bo'ynigacha kirib, o'lim yaqinligini his qiladi. Shu payt u bobosi sovg'a qilgan kitobni ko'rib qoldi va taslim bo'lmaydi. Atrofdagi ulkan barglardan foydalanib, qiyinchilik bilan quruqlikka chiqdi, lekin uning sumkasi botqoqda cho'kib ketdi. U kiyimlarni yechadi, juda ham ozib ketgan, xuddi skeletday. O'z tanasiga yopishib qolgan yong'in chumollarni to'kib tashlaydi, ammo ular uni yana chaqa boshlaydi. Bu esa yanada kuchli gallyutsinatsiyalarni keltirib chiqaradi. U reallikni tasavvurdan ajrata olmay qoladi. 2 haftadan beri adashgan, holdan toygan holda daryo bo'yiga sudralib boradi. Bir kuni qirg'oqda toshbaqani ko'rib qoldi. U uni o'ldirib go'shtini yemoqchi edi, lekin oxir-oqibat toshni tashlab, senga tegmayman deydi. Osmonni tomosha qilib, ulkan ko'k kapalakni ko'rganday bo'ladi va minnatdorchilik bilan ko'zlarini yumdi. Bu paytda Sunnat bilan Davron hamon qidiruvni davom ettirmoqda. Davron qaytish kerakligini aytdi. Qayiqda orqaga qaytayotganlarida esa charchoqdan hushsiz holda yotgan Murod ularni ko'rib qoladi. U so'nggi kuchini to'plab, "To'xtay, Sunnat!" deb qichqiradi. Sunnat esa orqasiga qaraydi va nihoyat u do'stini topdi. Murod tirik topiladi. Uni Qog'oz topdi qishlog'iga olib borishadi. Mahalliylar esa odamning 9 kun o'rmonlarda yolg'iz tirik qolganiga hayron. Va nihoyat haqiqat ochiladi. Ma'lum bo'lishicha, Zafar aslida firibgar bo'lgan ekan. U turistlarni xavfli safarlarga olib chiqib, pullarini olgan va uni politsiya allaqachon qidirayotgan ekan. Zafar bilan Suhrob qishloqqa qaytmagan va ularni hech kim qayta ko'rmagan. Garri Potter nima qilib yuribdi ekan bunday joylarda? Yo Jin Weasley uyda hayda yordimikan bechorani? Siz nima deb o'ylaysiz? Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.